Poytaxtimizda umumlashtirilgan imtiyozlar tizimi GSP Plus imkoniyatlaridan foydalangan holda Yevropa Ittifoqi to'qimachilik bozoriga muvaffaqiyatli kirishning asosiy omillari mavzusida seminar bo'lib o'tdi. Maqsad eksportni qo'llab-quvvatlash va ishlab chiqaruvchilarning Yevropa Ittifoqi bozoriga chiqish imkoniyatlari to'g'risida xabardorligini oshirish. Hozirgi lavhamiz O'zbekiston va Germaniyaning qator mutasaddi idoralari hamkorligida tashkil etilgan tadbir haqida. O'zbekiston 2021-yilda dunyoda 9-davlat bo'lib GSP Plus standarti benefitsiariga aylandi. Ushbu maqom esa yurtimiz tadbirkorlariga 6200 turdagi tovar va mahsulotlarni salkam 450 million kishilik Yevropa Ittifoqi bozoriga bojsiz yetkazib berish imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa o'z-o'zidan yurtimiz eksport salohiyati oshishiga, iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qiladi. O'zbekiston 2023-yilda mazkur standart asosida 384 turdagi mahsulotlarni Yevropa Ittifoqi bozoriga yuborgan. Demak, hali mavjud imkoniyatdan to'liq foydalanilayotgani yo'q. Xalqaro sotuv ko'rsatkichlarini oshirishda esa to'qimachilik sanoatining salohiyati yuqori, faqat bu boradagi bilim va ko'nikmalarni oshirish lozim. Seminar ayni shu maqsadni ko'zlagan. Bu seminar juda muhim, chunki bu tadbirkorlarga GSP Plus doirasida hujjatlarni tayyorlashda ko'plab nozik jihatlar va xususiyatlarni o'rganishga yordam beradi. O'zbekistondan Yevropa Ittifoqiga eksport allaqachon amalga oshirilmoqda, lekin kichikroq miqyosda va shuning uchun biz to'qimachilik sanoatini ishlab chiqarish quvvatini oshirish, boshqaruvning yangi yondashuvlari va standartlarini joriy etishda qo'llab-quvvatlashimiz kerak. GSP Plus boshqa mamlakatlardagi ishlab chiqaruvchilar bilan raqobatlashish uchun yaxshi imkoniyatlarni taqdim etadi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi bozoriga kirish uchun texnik jihatdan hech qanday muammo yoki to'siq yo'q. GSP Plus tizimining iqtisodiy samarasi bilan bir qatorda ijtimoiy ahamiyati ham yuqori. Masalan, bu jarayonda O'zbekiston inson huquqlari, mehnat standartlari va ekologiya bo'yicha 27 ta xalqaro konvensiyani amalga oshirish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Bu esa mamlakatning ishonchli iqtisodiy hamkor sifatidagi mavqeini mustahkamlamoqda. Сегодняшний день Узбекистан имеет статус ВСП+. Ushbu maqom O'zbekistonda 2027-yil oxirigacha mavjud. Yevropa Ittifoqi bozorida faoliyat yuritish uchun ularning talablariga muvofiq juda ko'p standartlarga rioya qilish kerak. Birinchi navbatda albatta sifat masalasi muhim o'rin tutadi. Bundan tashqari birlashmada allaqachon butun mahsulot zanjirini kuzatib borish to'g'risidagi qonun kuchga kirgan. Ikkinchi muhim masala, agar siz sifatli mahsulotni barqaror va katta hajmda yetkazib bera olmasangiz, hamkorligingizni yo'qotishingiz mumkin. Shu bois xususiy tadbirkorlar o'z potensial xaridorini topib, aynan ularga mos ravishda mahsulotlarni tayyorlashlari kerak. Yana bir jihat, Yevropa bozori albatta o'zining narxlari bilan ajralib turadi. Ya'ni bu katta qo'shilgan qiymatlar deganidir. GSP Plus orqali tovar va mahsulotlarni Yevropaga sotish nafaqat tadbirkorlarning daromadlarini oshiradi, balki bu xarajatlarning qisqarishiga ham hissa qo'shadi. Umuman biznesning rivoji uchun kuchli impuls. Har bitta tadbirkor o'zi maqsad rivojlanish bo'ladi. Maqsad o'sha o'zini mahsulotini nafaqat O'zbekistonda, jahon bozoriga chiqishga harakat qiladi. Lekin qayerga murojaat qilish, qanday sotish degan fikr o'zi uchun o'zi to'siq yasab oladi. Jahon bozoriga qanday kiriladi, uni qanday mezonlari bor, qanaqa mahsulotlar ko'proq chiqarish kerak, jahondagi ehtiyojlar qanaqa. Ana shular bu yerda o'rgatilib boryapti. O'zim eksport qilaman. Bu Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Amerika davlatlariga eksport qildik. 2025-yilda Yevropa bozorlariga eksport qilishi muhim jihatlarini ko'rsatib berishyapti. Xomashyoni ishlab chiqarayotganda ekologik muammolarni ham o'ylagan holda mahsulot ishlab chiqarish kerak. Ya'ni ikkinchi hayotini ham o'ylash kerak ekan mahsulotni ishlab chiqarayotganimizda. Bundan tashqari seminar ishtirokchilari eksport strategiyalarini yaratish, potensial hamkorlarni topish, o'z mahsulotlarini xalqaro bozorlar sari ilgari surish uchun raqamli vositalar va internet marketingdan foydalanish bo'yicha ham amaliy tavsiyalar oldilar. Asosiy maqsad esa kelajakda GSP Plus maqomini uzaytirish va Yevropa Ittifoqi bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish.